Oddiy alyumin bilan termon nima farqi bor degan do'stlarimizga, mana oddiy alyuminda shunaqa qirov bosib yotaveradi, ichkariga ham bir xilda kirib, -10 tashqari. Ichkari ham xuddi shu kepata. Tak, endi termoga o'tadigan bo'lsak, termoda ichkari 30 gradus ko'rsatib turibdi mana. Tashqarida -10. Termoni afzalli tomoni o'rtasida plastmassasi bo'ladi. Plastmassasi ichkariga u sovuqlikni kirgizmaydi. O'sha ajratib turganligi uchun termoda qo'yilgan enshiromlarda o'ta mustahkam, puxta, pishiq ish bo'ladi. Avvaldagilarda oddiy tashqari 50 bo'lsa minus, ichkari ham 50 minus bo'lib ketaveradi. Termoda unaqa narsa bo'lmaydi. Shuning uchun bizning tavsiyamiz termo qo'ydiringlar. Termo qo'ydirsanglar, sizlar pullaringga yarasha ish bo'ladi. Xudo xohlasa sizlarga uzoq xizmat qiladi. Like bilan podpiskani bosib qo'ysanglar, termo to'g'risida ham ko'proq ma'lumot beramiz. Termo profillarning asli ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. O'rtasida qalin plastmassasi bo'ladi. Shu issiq sovuqni ajratib turadi. Ichkari bilan tashqarini ajratib turadi. Azizlar, sizlar qo'ydirgan termo profillari shu darajada baquvvat bo'ladiki, hattoki u shum, issiq, sovuq hamma yo'lda sizlarga zashida qilib ushlab berib turadi. Demak, tanlov faqat termo.